Gravimi Kariz xolamiz bilan go'sht olishga. Chunki biz sayohatga ketyapmiz hammamiz. Shuning uchun ular cho'chqa go'shti yeydi-ku. Sen mol go'shti yeysan, o'zingni go'shtingni o'zing ol deb meni hozir marketga olib chiqib ketyaptilar. Lovyum kushonimni qaranglar, anchadan beri ancha ishlatdim, уже tugadi, yomon bo'lib ketgan. Kelinglar buni almashtiramiz endi. Tugadi, chiqmayapti. Shuning uchun men shuni olib tashlab, men qaranglar tagida yo'q уже. Shunga kecha ofisga borganimda o'g'irlab keldim. Qaysi nasabkasini qo'yib ishlataman. Bunday sug'ursa уже chiqar ekan. Vau, oson ekan. Keyin yangisini tiqib ishlatsa bo'lar ekan. Vau. Sig'di. Bunisi hali yangi ochilmagan mana. Qachach lovyumni sevaman-da. Makiyajlarim yaltirab turadi-ku. Mana shu lovyum kushonini deb yaltirab turadi. Keyin buni SPF ham bor, shuning uchun yozda maza qilib ishlatsa bo'ladi. Yo'qagina. Va ofisimizdan ikkita sprey ham o'g'irlab keldim, chunki o'zimning spreyim qolmadi. Qaranglar, oxirgacha ishlatdim, ozgina qoldi. Shuning uchun bitta emas, ikkitasini shippak qilib keldim. Chunki yozda juda ham sprey kerak bo'ladi, ayniqsa makiyajdan keyin sevsanglar makiyajinglar qurimasdan uzoq vaqt turib beradi. Xullas, hozir tezda 5 minut ichida tayyor bo'lishim kerak. Kariz xolamiz chunki so'kadilar. Go'sht olgani birga marketga chiqamiz. Mana qaranglar. Vosh zo'r. Yuzinglarni yaltiratib qo'yadi. Qolganlar yeydigan go'shtni o'zlarini pullariga olyapti, lekin menikini o'zing ol deyaptilar. Menikini ham olib bersalar bo'lar-da. Qachon olib beradilar yana? Ozgina men yesam qancha yeyman, ozgina yeyman xolos go'shtni. Olib bersalar bo'lar-da, yo'q, o'zingni go'shtingni o'zing ol deb meni marketga olib ketyaptilar. O'shanga go'shtga yetadigan pulni olib bormoqchiman, bo'lmasam yana boshqa mahsulotlarni ham menga oldirmasinlar. Va bundan keyin oval spreyni sevib olsanglar, yuzinglar yanada yaltirab, makiyajinglar uzoq vaqt turadi. Bo'ldi, men ketdim, уже tayyorman. Kariz xolamiz chunki ko'p kutib qololmaydilar. Bye.